Assalomu alaykum. Siz bilan mashina choklarining birlashtiruvchi chok turiga kiruvchi biriktirma chokni tikishni o'rganamiz. Biriktirma choklar buyumlarning yelka va yon qirqimlari, shuningdek boshqa qirqimlarni tikishda foydalaniladi. Biriktirma choklarning ikki xil shakli mavjud. Orasi ochiq dazmollanadigan va bir tomonga yotqizib dazmollanadigan. Ushbu choklarning kengligi 0,5 cm dan 1,5 cm gacha bo'lishi mumkin bo'ladi. Ana endi tikamiz. Chokni mashinaga tikish jarayonida shunga e'tibor qaratishimiz lozimki, masalan 1 cm kenglikdagi biriktirma chokni tikish uchun gazlama lavkadan tashqariga 0,5 cm chiqib turishi lozim hamda mashinaning mana bunday nilinkasiga parallel ravishda yurishi lozim bo'ladi. 0,5 cm tashqariga chiqib turishi va mana bu chiziqqa parallel yurishi lozim bo'ladi. Tikib olamiz. Boshini puxtalaymiz. 0,5 cm lavkadan tashqariga chiqarib 1 cm kenglikda chokni tikamiz. Mana chok qirqimga nisbatan tekis bo'lishi kerak bo'ladi. Chokning tekisligi nimaga bog'liq? Chokning tekisligi gazlamaning qirqimlari eng avvalo tekis qirqilganligiga bog'liq bo'ladi. Ana undan keyin esa chok tekis bo'lishi mumkin. Mana tikib oldik, endi buni dazmollaymiz. Choklarni dazmollab oldik. Choklarni dazmollashning ham o'ziga xos qoidalari mavjud. Choklarni dazmollashda bir narsaga alohida e'tibor berishingiz lozim. Agar sifatli chiqishini xohlasangiz, har bir chok 2 marotaba dazmollanadi. Ya'ni birinchi marotaba gazlamaning ostki qismidan, ya'ni chokni o'zini ustidan dazmolni qo'yib dazmollanadi. Mana orasini ochib, ana undan keyin ikkinchi marotaba gazlamaning ustidan ham dazmollash lozim bo'ladi. Ana o'shandagina sizning chokingiz tekis, tiniq va juda ham sifatli chiqishi mumkin bo'ladi. Ko'pchilik istaydi, tayyorlagan buyumlarining yoki ishlab chiqarayotgan mahsulotlarning sifatli bo'lishini istaydi. Ishlab chiqarayotgan mahsulotingiz yoki tayyorlayotgan buyumingiz yuqori darajada sifatli bo'lishi uchun eng asosiy omillardan, uni texnologiyasidagi eng asosiy omillardan biri bu choklarning tekis, tiniq va toza chiqishi hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.